do'stlar, sizning nomingizda bugungi tadbirimizga fayz kiritgan, vatanga bo'lgan muhabbatlarini kuylari ostida namoyish qilgan harbiy okrug, harbiy orkestriga minnatdorchilik izhor qilamiz. Diqqat qiling, o'quvchilar, kechagina talabalik baxtiga muyassar bo'lgan ajoyib o'quvchimiz Olim va Kamolaxon. Demak, bu qizimiz ham oldindan o'qishga qabul qilindi. AQSh universitetiga qabul qilindi. Tabriklaymiz. Tabriklaymiz, olqishlaymiz. Ustozimiz Shastaxon O'rinboyevaning qizlari. Rahmat. Kamola qizimiz har tomonlama qiz, ajoyib yozuvchi, nihoyatda chiroyli til egasi. Rus tilini, o'zbek tilini, ingliz tilini mukammal biluvchi yoshlarimizdan. Rahmat qizim. Rahmat qizim. Bundan-da yuksak martabalarga barchangizni erishingizni tilab qolamiz. Diqqat qiling. Hozir so'z navbatini mana shu bilim dargohimizda bir necha yillar faoliyat olib borgan ajoyib ustoz, ajoyib ota, ajoyib bobo Tursunxo'ja Abdurahmonovga beramiz. Marhamat ustoz. Assalomu alaykum, hurmatli bitiruvchilar. Mana bugun sizlarda hayotlaringda unutilmas bir daqiqalarning guvohi bo'lib turibmiz. Muhtaram prezidentimiz 14-fevral kuni joriy yilda yoshlar bilan uchrashuv o'tkazdilar. 37 mingdan ortiq yoshlar uchrashuv o'tkazgan paytlarda ular shunday dedilar: yoshlarni O'zbekistonning katta boyligi, bebaho xazinasi sifatida yuksak qadrlayman dedilar. Demak, sizlar yoshlar O'zbekistonning bebaho xazinasisizlar. Mana shu bebaho xazina endilikda hayotda o'zini to'ldirib, mustaqil O'zbekistonimizga, yangi O'zbekistonga o'zining ilmi bilan, o'zining tafakkuri bilan, o'zining salohiyati bilan juda katta hissa qo'shadilar degan umiddamiz. Chunki muhtaram prezidentimiz yoshlarga juda katta umid bog'laganlarki, bu yangi O'zbekistonning yoshlari bugungi kunda mana shunday katta bilimlarning egasi bo'layotganligi uchun ham u kishi nihoyatda bir iftixor bilan bu yoshlar bilan faxrlandilar. Chunki mana shu har bir yoshlar, muhtaram prezidentimiz qanchalik biz yoshlar bilan faxrlansalar, o'sha kishining faxriga munosib farzand bo'lib, endilikda hayotda o'rnimizni topib, oliy o'quv yurtlariga kirib, kasblarni egallab, ota-onalarimizga, yurtimizga manfaatli inson bo'lsak, nihoyatda biz o'zimizning farzandlik burchimizni yurtimiz, vatanimiz, xalqimiz oldida o'zimiz burchimizni bajargan bo'lamiz. Shuning uchun ham men o'ylaymanki, bugungi tadbirdan bugun yoshlarimiz o'zlariga yana chuqurroq xulosa olib, mana juda ko'p yoshlarimiz oliy o'quvga kirdilar, qo'llariga sertifikatlar oldilar. Bu nimadan? Bu mustaqillikning, yangi O'zbekistonning bolalariga katta imkoniyat ochib berganligidan. Ilmga shunday katta imkoniyat ochilyaptiki, bu ilm darvozalari katta ochilyaptiki, bu bugungi sharafga aylandi ilm. Mana shu ilm olganlar har biri yurtning sharafli insonlari. Shuning uchun men o'ylaymanki, hammalaring kelajakda sharafli inson bo'lishlaringizni Allohdan tilab qolaman. Rahmat e'tiborlaring uchun. Rahmat ustoz. Ilmki bor. Uni egallagan inson albatta yuksak martabalarga, yuksak orzularga erishadi va erishmoqda. Shuning uchun ham sizga, ilmni qadrlagan sizday insonga mustahkam sog'lik, salomatlik, bundan-da baquvvatlik, bardavomlik tilab qolamiz. Sulaymonov Sohrabxo'ja Sobirjonovich, Sobirjonova Nozanin. Marhamat, So'robjon. Demak, Nozanin qizimizni otalari, marhamat. Demak, Mudofaa vazirligida ishlashadi bu dadamiz. Tabriklaymiz qizlarini bugungi muvaffaqiyatlari bilan.
tarafidan sizga ham sog'lik salomatlik tilaymiz. Nozanin qizimiz bundanda yuksak martabalarga albatta erishadi. Nozanin 11-sinfning eng aqlli, odobli qizlaridan biri, bilimli, o'ziga nisbatan nihoyatda talabchan, yaxshi bir oilaning ajoyib bir farzandi. Diqqat qiling, O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligi Sharqiy harbiy okrug 1-darajali diplom. Yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, ularni ona yurtga sodiq farzand qilib kamol toptirish hamda harbiy kasbga bo'lgan qiziqishni oshirish maqsadida o'tkazilgan sport musobaqasining harbiy estafeta turi bo'yicha faxrli 1-o'rinni egallaganligi uchun Rishton tumanidagi 27-maktab jamoasi taqdirlanadi. Marhamat. Yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, ularni ona yurtga sodiq farzand qilib kamol toptirish hamda harbiy kasbga bo'lgan qiziqishni oshirish maqsadida o'tkazilgan sport musobaqasining harbiy estafeta turi bo'yicha faxrli 1-o'rinni egallaganligi uchun Sultonov Muhammad Rasul taqdirlanadi. Marhamat. Olqishlaymiz o'quvchilar. Demak, o'quvchilarimizga bundanda yuksak parvozlar tilaymiz. Demak, ba'zi bir mehmonlarimiz davramizni tark etishyapti. Olqishlar bilan kuzatib qo'yamiz. Ularga o'zlarining qadrli vaqtlarini ayamay, siz uchun, biz uchun tashrif buyurganliklari uchun minnatdorchilik izhor qilamiz. Diqqat qiling. Hozir maktabimizda yangi tashkil qilingan Temurbeklar sinfining chiqishlarini namoyish qilamiz. Marhamat. Demak, davramizda Temurbeklar sinfining namoyishi. Marhamat.